Lisian kompaniyasi yangilangan modellarini taqdim etdi. Nimalar o'zgarganini esa Li 9 modelida bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Avtomobilning tashqi ko'rinishi o'zgartirishsiz qoldirilgan. Faqatgina pnevma podveska endi naqd ikkita klapanga ega bo'ldi. Bu narsa Lisian L9 ni yanada yumshoqroq harakatlanishiga yordam beradi. Ko'zga tashlanadigan yaqqol o'zgarish bu avtomobilning diskalari, yangi ranglar va oynalarning hoshiyalari. Avtomobilning kuzovi qaysi rangda bo'lishidan qat'iy nazar, endilikda moldinglar va logotip bronza rangida bo'ladi. Kuzovdagi yana bitta o'zgarish bu orqadagi kameraning tepaga ko'chgani. Avtomobilning salonidagi orqa ko'zguning o'rnida endilikda displey o'rnatilgan. Orqadagi kamera esa ko'rinishni yaxshilashga yordam beradi. Salondagi katta o'zgarishlar bu old ikkita qatordagi o'rindiqlarning 18 ta nuqtali issiq toshlar bilan massaj qilish tizimi. Undan tashqari orqaga o'rnatilgan displeyning hajmi naqd 85% ga kattalashdi. Shuncha o'zgartirish kiritilishiga qaramasdan avtomobillarning narxi eski holatida qoldirilgan.